Ish ko'p paytida xuddi insonga sutkada soatlar yetmayotgandek. Qaniydi yana bir 2-3 soat sutka ko'proq bo'lsa edi. Yo bo'lmasam shanba yakshanbani orasida dam olishimga yana bir kun yetmayapti degandek tuyg'u paydo bo'laveradi. Lekin o'zingizni bir kuningizni tartiblab yozib chiqadigan bo'lsangiz, 8 dan 9 gacha misol uchun nonushta qildim. Rostdan ham 1 soat nonushta qildimmi yoki 15 minut nonushta qildimda qolgan 45 minutini gaplashib o'tirdim, telefon kovladim, ijtimoiy tarmoqda o'tirdim va hokazomi. Bunda o'ylab qarasangiz, hamma joyda 1 soat, 40 minut, 30 minut va hokazo qilib ajratib olsangiz, kun davomida 5-6 soat yig'ilib qoladi-da. Ya'ni samarasiz o'tgan vaqtlaringiz ko'p bo'lib qoladi. Ana o'shaning uchun siz ham kuningizni tartiblab yozib boshlasangiz va u yerda sizni vaqtingizni o'g'irlayotgan unsurlarni belgilab turib, uni pul keltiradigan boshqa ishlaringizga sarflash bilan o'tkazadigan bo'lsangiz, kuningiz ancha samarali o'tadi. Siz aytishingiz mumkin, reja bilan yashash juda zerikarli-ku deb. Lekin qaror qabul qiling. Yo siz kuningizni o'zingiz tartiblab, o'zingiz boshqarasiz yoki yollanma ishchi bo'lasiz va sizni boshqalar boshqaradi. Shu kabi foydali kontentlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.